Assalomu alaykum. Forex Horizon kanalining kuzatuvchilari, o'tgan darsda FVG ya'ni Fair Value Gap da tushuntirib bergandim. Bugungi darsda Inversion Fair Value Gap ya'ni IFVG ni tushuntirib berishga harakat qilaman. Ya'ni FVG ni boshqacharoq varianti. Xo'p, bizga FVG yaralish uchun 3 ta candle kerak bo'lar edi. Ya'ni bu birinchi candle, ikkinchi candle va uchinchi candle. Ya'ni FVG bizda shu 3 ta candle ni, ya'ni buni soyalarni qo'ymay ko'raman. O'rtasidagi ikkinchi candle da yopolmagan qismi FVG hisobida ishlab beradi. Ya'ni bu holatda, ya'ni katta ehtimol bilan narx pastga qarab ketgandan keyin razvorat qilib qaytib shu FVG ni to'ldirib ketish kerak teoriya bo'yicha. Xo'p, endi IFVG boshqacharoq bo'ladi. Darslik cho'zilib ketmasin deb buni atdeniy darslik qildim. Ya'ni bizada xo'p, misol uchun bu yerda FVG bor. Bu narxni ko'rayotgan bo'lsanglar bir marta tepaga qaytardi. Ikkinchi marotaba kelganida buni buzib o'tib ketdi impuls bilan. Va uchinchi marta razvorat qilib qaytib kelganda, ya'ni bu yerda MSS ham bo'lgan, MSS bergandan keyin katta ehtimol bilan shu Fair Value Gap dan bu yerda IFVG dan pastga qarab ketish kerak. Xo'p, katta ehtimol bilan bu yerda impuls bilan buzib o'tib ketadi. Impuls bilan buzib o'tib ketilgandan keyin bu yerda FVG ni ham tashab ketadi. Bu yerda IFVG, FVG qo'shilib yaxshi kuchli zona hosil bo'ladi. Entry qilish uchun aynan shu yerdan foydalansanglar bo'ladi. Stop maksimumdan tepaga bo'ladi. Take profit minimumda bo'ladi. Shu holatda. Buni tepasiga stop loss qo'yish bu xato. Chunki bu to'liq ushab qoladi degan narsa yo'q. Yoki da o'sha candle o'zini fitili bilan siz stopingizni urib turib keyin tushib ketishi mumkin. Shuning uchun katta ehtimol bilan shu tepaga qo'ygan ma'qul stopni. Endi buni bozorda ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizda HUSD ya'ni gold parasi 1 soatlik time frame da ochilgan. Ya'ni buni ko'rib chiqamiz endi. Xo'p, bu yerda MMXM modeli shakllanib ketgan ekan. Bizda buy side bor. Endi ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda bir marta narx buzib o'tdi. Bu yerda MSS berdi-da. Bizda mana FVG zonamiz bor. Ya'ni FVG, ya'ni 3 ta candle dan hosil bo'lgan FVG qo'shimchasiga tepada IFVG, ya'ni bir marta narxni tepaga qaytargan. Hozir ko'rsatib o'taman. Kattaroq qilib. Ya'ni bu yerga kelganda bir marta narxni orqaga qaytargan bu candle, endi katta ehtimol bilan bu narxni pastga qaytarish kerak. Qo'shimchasiga bu yerda FVG ham bor. Ya'ni bu kuchliroq zona bo'lib ishlab beradi. Endi narx yana qaytib tushyapti-da pastga. Bu yerda yana bitta ko'rayotgan bo'lsanglar, FVG zonamiz bor. Ya'ni narxni ko'p marotaba ushlab qo'ygan. Ya'ni 1, 2, 3, 4, 5 marta ushlagan, o'tib ketgan. Buni o'chirmay turamiz endi. Hozir ko'ramiz buni. Bunga retest bergan yoki qandaydir ma'noda qarshilik ko'rsatgan bo'lishi kerak. Katta ehtimol bilan. Xo'p. Endi bizda narx ketyapti. Bu yerga tushgandan keyin biz yerda SMR hosil qilgan. SMR holatda olinadi-da. Narx bu yerda gap bilan ochilib, maksimumdan tepada ochilib qolyapti. Ya'ni buni endi bu yerdagi bo'shliqni FVG deb olsak bo'ladi. Ya'ni gap deb ataladi. FVG hisobida ikkovi bir xil holatda ishlab beradi. Ya'ni bu yerdan narx ketyapti, ya'ni FVG hisobida. Xo'p,
Endi bizda tepaga chiqdik. Bu yerda yana farewell gift bor. Ya'ni bu yerda range bo'lib qo'ygan. Katta ehtimol bilan range da savdo qilmagan yaxshi. Endi bizda bu yerda mana FVG zonamiz bor, ya'ni farewell gift, ya'ni narxni orqaga qaytargan buzib o'tib ketilgan, ya'ni impuls bilan buzib o'tib ketilgandan keyin ko'rayotgan bo'lsanglar, yana bitta FVG tashab ketgan shu joyda. Endi ikkalasi qo'shilib bizga invention farewell gap bilan farewell gap qo'shilib yaxshi zona qilib beradi. Endi bu yerda bu holatda enter bo'ladi. Ya'ni bizni buy saytimizgacha bu holatda shunday. Bizda bilasizlar, MMXM modelida SMR ni topish qiyin. SMR topilgandan keyin bizda razvorotdan keyin buy saytgacha o'rtadan qo'shilib ketilinadi. Shu holatda FVG ili IFVG holatlari bizga yaxshi yordam beradi. Ya'ni bu yerdagi barcha likvidlarni yechgan holatda qaysidir tomonlama o'ylab qarasak, bu yerda yana bitta SMR tashab, yana bu yerda buy side range holatlari bu yerda SMR hisobida yana bitta tepaga yurib bergan. Xo'p, FVG, IFVG qo'shimcha tarzda qo'shilib yaxshi zona bo'lib atrobotga qilib beradi ko'p holatlarda. Boshqa paralarda ham shunaqa ishlaydi. Misol USD JPY parasi buni ko'radigan bo'lsak, noldan qaysini ochdik? Goldmi? Haligini ko'rmadik. Bundan oldingina damini. Ya'ni bu farewell gap ishlab berganmi? Da ozgina bo'lsa ham atrofga bergan. Nima buzib o'tib ketilgan. Shu holatda bo'ladi. Ya'ni bu yerda yana bor ekan. Ya'ni bu yerdagi farewell gap narxni ushlagan, ko'rayotgan bo'lsanglar, buzib o'tilgandan keyin mana u o'rtadagi qora candle shu FVG dan tepaga qarab ketyapti IFVG dan. Bundan keyingi holatlarda bunga tushgan yo'q. Agar tushadigan bo'lsa, yana bir marta ishlab berish ehtimoli bor. Ishlab beradi. Undan keyingi holatda bu yerdagi farewell gap dan reaksiya olib ketyapti. Qo'shimchasiga bu yerdagi OB'lardan. OB mavzusini, order block mavzusini keyin tushuntirib beraman, xudo xolasa. Ya'ni FVG, IFVG darsligi shu holatda bo'ladi. Tushundinglar degan umiddaman. Tushunmagan bo'lsanglar, avvallar aytganimdek, YouTube da yoki Instagram Reels'da kuzatgan bo'lsanglar, o'sha kanalda biosida Telegram kanal link bor, o'shda bolalar bor. Men savolinglar bo'lsa, bemalol qoldirsanglar bo'ladi. Kommentariyada yoki Telegram kanalda analizlar, kunlik, haftalik tahlillar, qo'shimchasiga signallar beriladi. Ya'ni ICT ko'rinishida, ICT strategiyasi bo'yicha, ya'ni o'zim ICT da ishlayman. MMXM, SNR, SNR qo'shimchasida mix holatda Fibonacci 1618 shunaqa. Xo'p, CRT modeliga qiziqadiganlar bo'lsa ham CRT modeli ham bo'ladi. Xo'p, hammalarga rahmat kuzatayotganinglar uchun.